Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi 24-sentyabr kuni Bryusselda Yevropa Parlamenti Uyghur Dostluq Gruppasi bilan uchrashuv elib berib, Uyghur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ekilish uchun suhbat elib borgan. Faoliyatga Qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin, Markaziy Germaniyadagi Uyghur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi va Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Zonon, Qurultayning taftishi va Jasur Lager shoidi Qalbinur Sidiq, Qurultay fondining raisi G'ayur Qurbon, Qurultay uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashid, Qurultay Ichki ishlar komitetining mudiri Akbarjon Tursun va Qurultayning praktikant xodimi Intizor qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at 24-sentyabr kuni Bryusselda Yevropa Parlamenti Uyg'ur Dostluq Gruppasi bilan uchrashuv elib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ekilish uchun suhbat elib borgan. Bu qatimqi faoliyat o'zgarayotgan dunyo tartibi va dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan urush sababidan Uyg'ur masalasi xalqaro kun tartibidan tushib qolayotgan bir vaqtda qanday qilib Uyg'ur masalasini yana davomli xalqaroning kun tartibida tutib turish, Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va g'arb davlatlariga qarata yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'q chiqarish uchun elib berayotgan ta'tir tashviqoti, chegara halqagan bostirishlarga qarshi turish, Yevropa parlamentida Uyg'ur masalasini kun tartibga ekilishni maqsad qilgan bo'lib, bu haqda naq maydondan ziyoratimizni qabul qilgan Yevropa parlamentining a'zosi va Yevropa parlamenti Uyg'ur Dostluq Gruppasining a'zosi Lukas Sipa mundaq deydi. Lukas efendim Avrupa Parlamenti'deki en yaş parlament a'zolarining birisi bo'lib hisoblanadi. Yıllardan buyon Avrupa Parlamenti Uyg'ur meselesi için Uyg'urlarningki azob oqibatlariga Xitoy hukumatiga qarshi sadosini ko'tarib kelgan edi. Biz bu xillik faoliyatimiz orqali Uyg'ur meselesini Avrupa Parlamentining yana bir xillik kun tartibiga ekilishni nishon qilgan edik. Biz bu vaqtda shuni so'radikki, Avrupa Parlamenti qanday qilib Uyg'ur meselesini bir xil kun tartibga ekilgan bo'ldi dedi. Lukas efendi o'zininki ko'z qarashini o'tirib qo'yib etti. Cümleden biz bu Uyghur meselesini ta'kidlashimizni herkes to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Qayta eskartib o'tishimiz kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan Yevropa parlament a'zolari demokratik saylangan, ba'zi bir qism parlament a'zolari yangi navbatlik parlamentda o'rin olmadi, ba'zilari bo'lib qolsa pensiyaga chiqdi. Shuning uchun texmo parlament a'zolarini bu safga qo'shish texmo zarur. Uchinchidan ijtimoiy taraqqiyotdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Yoshlardan, yosh avlodlarga bu Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchilikni anlatishimiz kerak. Shu orqali biz texmo butun Yevropa sohasida, Yevropa parlamentida emas, balki butun Yevropa sohasida Uyg'urlarningki haq-huquqlari uchun texmo yaxshi ovoz va kuch-quvvat va yordamga erishamiz. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar. Biz bugun Dunyo Uyg'ur Qurultiyidan bir vakil Belgiyaning poytaxti bo'lgan Bryussel shahrida Yevropa parlamentida, Yevropa birligida bu yerda bir ko'rish keldi. Bu yerda bir yaxshi shaklda bir programmamiz bor. Hem şu Uyghur qirg'inchiligini anglatish bir guvohlik bor. Rahmat sizlarga. Dünya Uyg'ur Qurultiyidan tashkillangan mazkur hay'at bu qatimqi faoliyat jarayonida yana Kataloniyaning surgundagi prezidenti Carles Puigdemont apandining taklifi bilan uning turalg'usida ziyorat qilgan. Qurultay hay'ati Carles apandi bilan Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, Xitoyning qirg'inchilik siyosatlari, buningdan keyingi hamkorliklar haqida suhbat o'tkazgan va naq maydonda Qalbinur Sidiq xonim o'zining Xitoyning jazo lagerlarida ko'rganlari va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqida guvohlik bergan. German camp mainly arrested men prisoners, and there were around 7,000 people, and in those facilities there was almost no bed, so that the people was forced to sleep on the cement. Bu yer tutqunlarla almışıp durdu, yeni yaşlarını ekip durdu, konlarını ektirdi. Xitoy hokimiyati u yerni tarbiyalash kursida amaliyotta ular tutqunli zanjir kishilardan holda atalmış sinfga o'tib dars olgan. Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchiligini tunji qatim Kataloniya prezidenti Carles Apandi o'zining Twitter hisobida Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi deb jakarlagan va Yevropa ittifoqini bu qirg'inchilikqa sukut qolmaslikka chaqiriq qilgan edi. Kataloniya parlamenti va surgunlik rahbarlari yillardan beri Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusining tabiiy haqqi va Sharq Turkistonning mustaqilligining bu masalani hal qilishdagi birdan bir chora ekanligini ta'kidlab,
Uyghur xalqining yanida turib kelmoqda. Bu haqda Carlos Efendi bilan uzun yillik do'stluqi bo'lgan Dolqin Ayso Efendim Kataloniya va Uyg'ur do'stligi va mazkur faoliyat haqida tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Kataloniyaning mustaqilligini jakallagan prezident Carlos Puigdemont Efendi bilan bu qatimli ko'rishimiz nayti güzel texim dostane bo'ldi. Tunji qatim bu kishi bilan 2019-yilda o'zining Waterloo'dagi turalg'usida ko'rishgan, birga tushlik tomoq yeb, mehmon qilgan. Uyg'ur masalasi, Kataloniya masalasi to'g'riliq nayt tafsiliy bir ko'rish fursatlarimiz bo'lgan. Men Uyg'urning do'ppisini, bizning bayroqlarimizni hadiya qilgan, bayroqlarimizdan, do'ppilarimizdan resim tushib, o'zimiz sosyal medialarda o'rtoqlashgan. Bu kishi shu bir hukumat davlat raisi bo'lib sifati bilan uchiq oshkora tunji qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida fikr bayon qilgan bir rahbar. 2018-yil 4-oyda Yevropa Komissiyasining oldida 5000 kishilik namoyish qilgan vaqtimizning o'zida tunji qatim Uyg'urlarni qo'llaydiganligini qilib, bu shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida sosyal medialarda kun tartibga kelgan. Şunu yaxshi bir do'stligimiz bor va har yilmi Kataloniya o'zining referendum qilib mustaqilligini e'lon qilganligi munosabati bilan 9-ayning 11-kunisi bir cho'ng namoyish, National Day milliy kun e'lon qilib namoyishlarni o'rinlashtiryotdi. Bizmi Uyg'ur xalqi Kataloniya xalqiga bo'lgan hissdoshligimizni qo'llashimiz ifodalab bu namoyishda qatnashyapmiz va o'tgan yilim bo'lgan, bu yilim bo'lgan. Berib men bir tweet chiqargandim sosyal medyada. Bu kishimi buni qayta ham berilib, o'zimning mesaj qilib, o'zining rahmatini ifodalagan. Bu qatim bizning birga gezepimiz jarayonida ziyorat qildik. Yangi qurultayning yangi rahbarliklarini taqdim qildik. Reisimiz Turg'unjon Alavudin va dunyo qurultayning boshqa rahbarlarini taqdim qilish, yaqin do'stona so'zlashish fursatlarimiz bo'ldi. Bu qatim men o'zimning chiqqan Xitoyning erkinlik to'sig'i nomli kitobimning inglizchisini taqdim qildim. Nayt xursand bo'ldi, o'qiydiganligini ifoda qildi. Her zaman Uyg'urlarning endi bo'lganliklarini yana bir qatim ta'kidlagan bo'ldi. Nayt do'stona, nayt yaxshi bir uchirish bo'ldi. Aslida mustaqil bir davlat bo'lgan Kataloniya oxirgi qatim 1939-yili Ispaniya tarafidan rasmiy besilingan bo'lib, Kataloniya xalqi shuningdan buyon har xil shaklda qarshilik ko'rsatib, Kataloniyaning mustaqilligini talab qilib kelmoqda. 2017-yili Kataloniyaning markaziy Barselonada necha million kishilik namoyish va reysinash o'tkazilib, 90%dan yuqori ma'qullik ovozi bilan Kataloniya o'zining mustaqilligini jakarlagan edi. Ammo Ispaniya taraf bu reysinashni qonunsiz deb jakarlab, Kataloniya prezidenti Carles va uning hamrohlariga tutish buyruq chiqargandan keyin Carles Belgiyaga kelib Yevropa parlamentidan siyosiy panohlik tilagan va shuningdan beri surgunda faoliyat olib bormoqda. O'xshash vaqtda Kataloniyada Katalon parlamenti yanada davomli aktiv faoliyat olib bormoqda. Xi Jinping atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashish uchun Urumchiga kelgan. Sharq Turkistonning atalmış saxta avtonomiya nomi ostida mustamlik qilinganligining 70-yilida Xi Jinping atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashish uchun vakillar o'migini boshlab 9-ayning 23-kuni tushdan keyin maxsus aeroplan bilan Urumchiga yetib kelgan. Xi Jinpingning bu qatimqi Sharq Turkiston mustamlik qilinganligining 70 yilida qilgan bu ziyorati Sharq Turkiston xalqining hurlik orzusini qo'pollik bilan rad qilib, atalmış milliy territoriyalik avtonomiya orqali mangulik mustamlikaga aylantirish uchun tariximizda belgilik rol o'ynagan dadisi Xi Jinpingning izidan mingishdan iborat. Xi Jinping ayni vaqtda atalmış G'arbiy Shimol mahkamasida Jallod Wang Jin bilan birga ishlagan va atalmış milliy territoriyalik avtonomiya planini tuzish, yo'l qo'yishga qatnashgan bo'lsa, bugungi kunda o'g'li Xi Jinping millionlagan Uyg'urni jazo lagerlariga solab, Sharq Turkiston xalqiga millat sifatida irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Shundaqla Xi'ning har qatimliq Sharq Turkistonga oyoq besishi shumliqdan boshqa narsa emas. Uning Sharq Turkistonga har qatim oyoq bosgan yo'l qo'ygan vashiyona siyosatlariga qaraydigan bo'lsak, 2009-yildagi ziyorat va yig'inlari Beijingning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya, nazorat va ziyonkashlik siyosatlarini kuchaytirdi. 2014-yili Qashqar va Urumchi ziyoratida atalmış millatlar ittifoqligi va iqtisodiy birlashtirishni ilgari surish nomida keng ko'lamli nazorat va tutib turish, qattiq zarba berish, Junxo millati bir oila shuari ostida assimilyatsiyani ilgari surish siyosatining asosini soldi. Madaniyat xizmati va xitoylashtirishni ta'kidlab, Uyg'urlarning diniy va milliy kimligini muqimlikqa ochiq-oshkora tahdid sifatida bog'ladi.
2022 yılı Xitay hökuməti Uyğurlarga qarşı yürgizgan insoniyat qarşı jinoyatlari dunyo miqyosida ayblanayotgan bir vaqtda Xi Jinping yana Urumchi, Qashqar, G'uljani ziyorat qilib, ommaviy uchrashuv faoliyatlarini uyushtirib, Uyg'ur madaniyatini Xitoy madaniyatining bir qismi deb, Uyg'ur xalqining milliy kimligini, tarixini inkor qildi. Uning bu qatimqi Sharq Turkistonga qilgan safari va atalmish avtonom rayonning qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashishimi Sharq Turkiston xalqiga nisbatan bir afat va 70 yillik besilish, ziyonkashlik va sistemlik ilib berilgan qirg'inchilikning tabriklanishidan iborat. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan 10 ayning 1 kuni Uyghur xalqining hurlik arzusini dunyo jamoatchiligiga bildirish, shundaqla bu saxta avtonomiyaning abdi bashirsini ichib berish uchun dunyo miqyosida keng ko'lamli norozilik harakatlari o'rinlashtirdi. Shundaqla Yevropa parlamentida jasur lager shohidlari va yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan chet elliklarning guvohlik berish faoliyatlarini o'rinlashtirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston xalqining arzu istaklarini kun tartibga elib keladi. Xitoy 22 sentyabrda yangi bir aqtashlik kitob e'lon qilib, atalmish Xinjiangda misli ko'rilmagan iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning maydonga kelganligini bozorga selib, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan mustamlikachilikning namoyandasi bo'lgan saxta avtonomiyaning 70 yilligini muvaffaqiyat hikoyasi sifatida ko'rsatgan. Xitoy bu kitobda atalmish Xinjiangdagi har millat xalqi hozirgi gullanishni qadrlaydi va jamiyat muqimligini qo'g'dashga bel bog'lagan degandek yolg'on yovdoqlarni bozorga solgan bo'lib, mecbur emgak to'g'risidagi ayblashlarni asossiz va siyosiy g'araz deb Sharq Turkistonga oyoq bosgandan buyon elib borgan qirg'inchiliklar, assimilyatsiya siyosati, yillardan buyon davomlashgan zulm, mecbur emgak va irqiy qirg'inchilikni rad qilgan. Bu atalmish aqtashlik kitob Xitoyning uzundan buyon davomlashtirib kelayotgan ta'tir tashviqotining bir qismi bo'lib, 70 yillik ishg'oliyat, umumiy nazorat, Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiyani oqlashdan iborat. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.